Qadrli Real Madrid muxlislari, menga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Sababi har bitta chiqarganim endi bunday Barselonani xo'rlagan videolarim bo'laveradi. Sizlar prosta kayf qilib kommentariyaga Real Madrid so'zini yozib, like bosib tursalaring bo'ldi. Uning uchun menga podpiska bo'lishinglar kerak. Har bitta videoni ko'rishinglar uchun podpiska bo'lib qo'yinglar. Yamalni qilgan ishi, Pedrini qilgan ishi, Yamal o'yindan oldin chichib qo'ydi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ikkita golni, 3ta golni bekor qildilaring, penaltini bermadilaring. Viniciusga nisbatan o'ynalgan o'yinda Yamal chiqib qo'ygan edi o'sha joyda. Yamal nima bo'ldi, bratishka? Sen ko'tingni yuvib tush maydonga. Sen o'yindan oldin jarillama. Portugaliyaga qarshi shunaqa jarillading. Realga qarshi jarilayapsan, o'yindan oldin jarilayapsan, jarqin maydonda chichayapsan uga. Pedri lekin erkak emas. Yutqazyapsanmi? Mardmisan? Erkak bo'lib o'yna. Yutqazayotganing tani. Shtondan tortib qolib, oyoqdan tepib, bir chiqib ketayotgan joyda to'xtatding, haloling bo'lsin. Qisqagina nimaga? Обязательно kimnidir oyog'ini sindirishing shartmi? Yutqazyapsan. Real Madrid ham yutqazgan. 3 ta to'p, 4 ta to'p farqi bilan yutqazgan o'yinlarda hech qaysi futbolchisi bunaqangi ko'tlik qilmagan. Sen imini ko'tlik qilib o'tiribsan. Yamal endi naturi chichiqoq. U chichib qo'ydi. Karyeras tursigini ichida sop chiqib ketdi. Karyeras ustiga ko'mib tashadi, qarochi, yomon ishlarini ustiga shunday ko'mib daraxt ekib, qarochi yo'q qilib berdi. Tamom. Barsa endi pishdi. Yamal chichib qo'ydi. Katta ketmas kerak o'yindan u. 4 ta El Clasico nima bo'ldi deysalaring, endi az Barselonani muxlislari chiqadi, jar qilib 4 yil oldin nima bo'ldi. Mana bu narsa eslaringdan chiqmasin. Real Madrid ham 4 marotaba yutib, buklab tashagan joylari bor. Sizlar ham 4 marta Real Madridni buklab berdilaring. Lekin bugungi o'yin Real Madrid sizlarni buklab tashadi. Hamma tomonlama buklab tashadi. Majbur qildiki, Pedrilarning tursidan tortishigacha. Shunaqa gaplar. Realchilar, like bosib kommentariyaga Real Madrid so'zini yozib ketinglar. Podpiska bo'lib qo'yinglar, bundan buyon Barselonani xo'rlangan videolar chiqaveradi. Men bu kunlarni necha yil kutdim? 1 yil kutdim axir.